Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. 3-mart kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.190 so'm 57 tiyin bo'lib 18 so'm 39 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14.303 so'm 20 tiyin bo'lib 53 so'm 89 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 157 so'm 48 tiyin bo'lib 3 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 24 so'm 31 tiyin bo'lib 14 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.